Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ishxonaga keldim. Ishlarimiz mana tugadi bu partiyasi. Hozir hammasini gulini sartaroqqa qoplarga solib joylab qo'ysam, xudo xolasa keyingi fasonlarda boshlaymiz tikishni. Mana bular tugadi 350 tami, shunaqa adashmasam 350 ta. Ular overlock qilish kerak. Ular tayyor. Qopda ham bor 20 tacha. Shunaqa ishlarimiz bo'layotibdi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Anchadan beri video ham qo'ymabman, qarasam mana videolarimiz bo'layapti. Ko'ylakchalar tikayotibmiz. Hozir qizlardan yig'ishtirib keldim. Qoplarda hozir op taklab hammasini bugun chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Yangi gullarni bo'lsa chiroyli. Havolarimiz bulut. Chevar qizlar bo'lsa aloqaga chiqinglar qizlar. Mana shunaqa ko'ylakchalar tikyapmiz. Lichkaga yozib yuborsalaring. Ma'lumotlarni aytib boraman sizlarga.